Ma'lumki 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirni yurtimizda yuqori uyushqoqlik va sifatli tashkil etish ishlarida katta faollik ko'rsatgan bir guruh jurnalistlarni taqdirlash maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi O'zbekistondagi vakolatxonasi binosida uchrashuv tashkil etildi. Yurtimizda joriy yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirni uyushqoqlik va sifatli tashkil etishda faol ishtirok etayotgan jurnalistlarni taqdirlash maqsadida eng yaxshi targ'ibot materiali tanlovi e'lon qilingan edi. Unda g'olib deb topilgan 12 nafar ommaviy axborot vositalari vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi O'zbekistondagi vakolatxonasi hamda Xalqaro migratsiya tashkiloti tomonidan maxsus tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. O'zbekiston aholisi katta bo'lgan mamlakat sanaladi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini keng ko'lamli ahamiyati va muhimligini odamlarga to'g'ri tushuntirishda jurnalistlarning hamkorligi muhim edi. Xalqaro standartlarga to'la mos keladigan metodologiya va jamoatchilikka tushuntirish targ'ibot ishlarining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi hamda mahalla tizimining uyushqoqlik bilan jarayondagi ishtiroki sabab tadbir muvaffaqiyatli yakunlandi. O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri muvaffaqiyatli yakunlandi. Bugun bu yerda yig'ilganlar barchasi bir bo'lib, mazkur tadbirni yuqori uyushqoqlik va sifatli tashkil etish ishlarida katta faollik ko'rsatishdi. Albatta, bu borada jurnalistlarning yordamlari tahsinga sazovor. Men xalqaro tashkilot vakili sifatida bugungi tadbirda ishtirok etayotganimdan mamnunman. Jarayonni jamoatchilikka keng yoritish hamda tushuntirish, targ'ibot ishlarida imkon qadar amaliy va texnik jihatdan hamkorlik qildik. Yirik masshtabdagi tadbir muvaffaqiyatli yakunlangani bilan Milliy statistika qo'mitasini hamda bugungi g'olib bo'lgan jurnalistlarni tabriklayman. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarini yoritish maqsadida O'zbekiston telekanalida kundalik nomli maxsus ko'rsatuv tashkil etildi va biz kuniga 2 marotaba mana shu ko'rsatuvni efirga uzatib, aholidan kelgan savollarga bevosita Milliy statistika qo'mitasi vakillari yordamida javob berishga harakat qildik va aytish kerakki, boshida aholida bu tadbir bilan bog'liq turli xil savollar mavjud edi, tushunmovchiliklar mavjud edi va mana shu tushunmovchiliklar aridi ko'rsatuv davomida mana shu noqulay vaziyatlarni oldini oldik va ma'lumotlar bera oldik degan umiddamiz va albatta O'zbekiston telekanalining ijtimoiy tarmoqlardagi manzillari yordamida ham ma'lumotlar berib borildi. Endi mana shu tadbir yakunidan so'ng keyingi hamkorlikka ham tayyormiz va albatta aholiga sodda tarzda ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Xalqaro tashkilotlar vakillari hamda soha mutaxassislari, ommaviy axborot vositalari xodimlarining katta ahamiyatga ega ushbu tadbirni yoritishdagi mas'uliyati, xolis yondashuvi, kasbiy mahoratini yuqori baholadi.